Golf o'zi millionerlar, milliarderlar o'yini juda qimmat o'yin. Misol uchun Trump boradigan Trump National golf klublariga a'zo bo'lishi o'zi badali yillik $300,000. Bu yerda asosan ko'chmas mulk bilan bog'liq shartnomalar imzolanadi. Yokida Warren Buffett boradigan Augusta National golf klublari bir yillik badali $500,000. Bu yerda asosan investitsion muzokaralar va shartnomalar imzolanadi. Nima uchun golfda shartnomalar imzolanadi? Chunki ofisda sal siqilgan muhit bo'ladi. Odamlar o'ziga yarasha hamma o'zining rolini o'ynaydi va tabiiy muhit emas. Bemalol muzokara olib borib bo'lmaydi. Soatlab bo'ladigan muzokaralar. Shuning uchun golfda bo'lsa o'yinni o'zi 4-5 soat davom etishi mumkin. Odamni o'yin davomida xarakterini tushunishingiz mumkin. Qanaqa odam, nima u va o'sha joyda muzokaralar olib borib o'yin davomida qandaydir bir kelishuvlarga kelishiladi. Chunki golfdagi odamlarning o'zi filtrdan o'tgan bo'ladi. Sababi hammasi xuddi shunaqa $300,000, $500,000 pul to'lab, badal to'lab o'sha yerda a'zo bo'ladi. Ya'ni u joyda qandaydir mashinalarni uchratish ehtimoli boshqa joylarga nisbatan ancha kam bo'ladi. Siz golfdan tashqari yana qanday muzokaralar olib boriladigan joylarni bilasiz? Kommentariyalarda yozib qoldiring.